Voy, meni qizingiz-chi? Voy, lo'ppigizlaridan, Voy, xizmatimni qilib charchamaydi-ya bu qizingiz. Bu nima deganingiz? Xudo bu qizimni siz uchun maxsus tug'ib qo'yganman. Voy, meni jahlimni chiqazmang Xudo. Jahlimni chiqazsangiz, naqd o'g'limga qo'shib chet elga jo'natib beraman kelinimni, aylanib dam olib kelishadi. Voy, meni jahlimni chiqarmaysiz. Meni jahlim chiqsa, Xudolarning o'ziga bilet olaman, o'zimiz dam olib kelamiz. Voy, tavba qildim. Voy, meni qizingizga shunchalik ham shirin ovqat qilishni o'rgatasizmi? Voy, yeyverib ham semirib ketganimni qarang. To'g'ri ovqat jo'nataman uyingizga, bundan battar semirib ketasiz. Ovqat jo'nataman dedingizmi? Voy, sizga 100 xil ko'ylak jo'nataman, kiyib ulgurmay boshlaringiz aylanib ketadi. Siz meni og'zimni yopmayman, sizga shunaqangi tillalarni qilaman, shunaqa braslet olib beraman, og'zingizni ocha olmay qolasiz. Voy, tavba qildim. Tillalarimni taqib egilib qolsin, boshi yerga tegsin deyaptimi, olingiz? Men kelganimda boshlaringiz egilib qolishi, bo'yningizga troslar taqaman. Yo, endi yomon jahlimni chiqazdingiz. Endi yomon tilimni qichitdingiz. Shoshgarden degan dam olish maskani chiqibdi. Shartta sizni olaman deb qo'lingizdan sudrab olib ketaman. Nima qila olasiz? Jahlim chiqsa, siz bilan shartta ketib boraman mana bu Shoshgardenga. Voy, yuring, hozir ketamiz. Ketdik. Hey, oyi, oyijon. Nima bo'ldi hozir? Manchi? Tavba, yoshlar qolib ular ketib borishdi. Shoshgarden yashashni biladigan qudalar tanlovi.